Yeb qoldim. Oh. Yo, hamma eson bo'lsizlar. Dragon mikrofoniga xush kelibsizlar. Va ko'rib turgan bo'lsanglar, men yangi ish topdim o'zimga. Bu ish cho'tsa oson ekan. Nima desanglar, bu meni yangi ishim. Demak, bir soat oldin bitta ishchilar bo'lgan. Endi o'zingizlar bilasizlar, kuz keldi. Daraxtlar endi ho'l. Ana shunga ishchilarga dam berdi. Endi yozgacha dam olishadi ishchilar. Ana shunga men o'rmonga qarab turaman. O'rmonda bilasiz, daraxt ishlari bor. Men esa bu yerda kuzataman. Ko'rib turgan bo'lsanglar, birinchi bo'lib o'tdi. O't kesuvchilar bor va mening kulbam bor. Kulbayni yaxshi suv o'tkazmas. Kuz sezonlarida bu yaxshi. Keyin to'rt qolib ketgan ekan, ovqatlarni solib qo'yganmiz deyishdi. Yo'lda malina topib oldim. Davaychi ishga kirishaylik-chi. Bu yerda yana kameralar. Bu yerda Wi-Fi yo'q, lekin men yaxshiyam o'yin ko'chirib olibman. Uje ketam bo'lib qoldi. Kulbani kalitini qo'yib turamiz. Bular bizga kerak bo'lgan narsalarni olib olamiz. Do'stlar, bular qo'yib qo'yamiz. Пока что bular kerak bo'lmaydi. Keyin mana bundan qo'yib qo'yamiz. Ovqatlar hali yes, do'stlar. Chip. Xo'p, kuzatsak bo'ladi. Kuzatishga ham chiqdik. Pichoqda endi shu kulbani atrofini 3-4 marta aylanib qo'yamiz. Bo'ri bo'lasiz. Sen hech nima qila olmaysan. Ko'pak va bu yerda chuqurcha bor ekan. Mayli. Endi davaychi tepadan kuzatamiz. Tepadan kuzatib qo'ysak bo'ldi. Oy. Lekin nima kim qurgan Davaychi davaychi kuzatamiz. Hech nima yo'q. Ko'rib turgan bo'lsanglar, ana bu yerda ko'l. Erta bir tashlab kelinglar ana shu ko'lga. Mayli. Kecham bo'lib qopti do'stlar. Hozir uxlagani ketyapman. Oy. Davay ketdik. Ishga jo'natamiz. Xo'p, hammasi yaxshi. Kompyuter. Hammasi yaxshi bo'ldi. 3-4 serial ko'rganman. Endi ko'rib, ovqatlanib ko'rib o'tiraman. Avvalgi ovqat olaylik. Sho'rva ichamiz, sho'rva. Qizilchali sho'rva ketdik. Oppa, mana kalmar, jitili kalmar o'yini 3-qism. Yordam. Oy. Nima bo'lyapti? Yordam. Davaychi ovoz qattandir. Mana shu yerlardan keldi. Davaychi. Kimga yordam kerak batta? Yordam. Oy. Qani o'zi? Voshim. Oy. Chiqinglar boqa, menda pichoq bor. Yordam. Yo'qolib qoldi ovoz. Davaychi. Endi istaymiz. Qayerlardan kelgan bo'lishi mumkin. Batta kimdir bormi? Bu yerlar qanchadan istab chiqdim. Bitta ham odam ko'rganim yo'q. Eshitildimikin deb o'ylayapman-da. Men eshitgan bo'lishi mumkin, charchagandim. Davaychi buni dokladga yozamiz. Ertalab ham chiqib qopti. Dokument. Bugun odam ovozi eshitdim, lekin bilmadim. Eshitilganga o'xshaydi. Bo'ldi. Endi bir-biram uxlamadim. Nima qilsam ekan? Kelinglar, savat meva yig'ib kelamiz. Mevalarni kakras ko'rgan edim. Mana ularni olamiz.
Ketdik. Bo'ldi, yopdim eshikni. Ana bu yerda juda mazali mevalar ko'rgan edim. Mevasi maza qilib terib eshik yopib ketuvdim adashmasam. To'xtayga eshik qani? Bu izlar nima ekan? Yerda kimdir bo'lgan точно. Sizlarga orqasidan boraylikchi. Bu izlar o'rmon tarafga ketyapti. Yo'q, bormayman. Yaxshirog'i eshik qilib o'tirganim yaxshi. Davaychi. Iltimos menga yordam jo'nating. Bo'lmasam bu yerda g'alati narsalar bo'lyapti. Juda qiziqyapman-da do'stlar. Borsammikin, bormasammikin. Mayli, boraman. Menda pichoq bor-ku. Ketdik. Bu yerda nima borligini endi bilaman. Nima?